Uyg'ur tibobat tarixida xotirinishicha, G'ozboy milodidan burungi 4-asrda Tarim vodisidagi qadimiy Xotan diyorida yashab o'tgan dongliq Uyg'ur tibobat olimi. U umrda ajdodlarimizning 4-asrdan buyongi tibobat natijalarini yakunlab, o'zining uzun yillik amaliy tibobat tajribalari asosida 4 modda ta'limotini xotirlagan. Ham qadimiy Xotan rayoni va Tarim vodisining tog'daryolarini kezib, Badiyon, Sana, Qalampur, Zamcha, tuz qatorliq o'simlik, mineral modda va hayvonot turidagi 312 xil xom dorilarning ismlari, ekologik holati, ta'mi, roli, unumi va davolashga doir bilimlarni xotirlab, G'ozboy O'tcho'klar dori qomusi nomli kitobini shu davrdagi qadimiy Xotan yoziqi Harushti yoziqi bilan tamomlagan. Bu kitobning nomi yurt-yurtlarga tarqalib, ayni vaqtdagi qadimki Yunon tibobat ustozi Shibikratga yetgan. Yunon podshohi bu qimmatlik dori qomusiga erishish uchun Xotan diyoriga maxsus elchi avatgan. Ular ming bir mushaqqatda G'ozboyni topgan. Yunon podshohi maktubida G'ozboy O'tcho'klar dori qomusi uchun Xotan rayoniga tibobat ilm ma'rifat saroyi Oqsaroyni sep berishga, kitobining tarjima xizmatlari uchun G'ozboyning o'g'li Bariyning kelishini, uningga Yunon malikasini yotliq qildiganligiga va'da bergan. Hamda tibobat ilmi jihatda o'zaro zish aloqa bog'lashni umid qilgan. Bugunga qadar G'ozboyning yurti Xotan diyori Uyg'ur tibobatining muhim makonlaridan biri. Xotanning Qarqash noyisida Oqsaroy nomi bilan atalgan yezisi hozirgacha saqlanib kelmoqda. Uyg'ur tibobatining asosini sog'uvchi G'ozboy 120 yillik umrda keyingilar uchun qimmatli tibobat mirosini qoldirib, Uyg'ur tibobat tarixida mangulik obida bo'ldi. 抖音